Manzaraga qaranglar o'rtoqlar, manzaraga. Ajoyib lekin. O yoqda tog'da hali qor bor, o uchida. Qori bor. Yo'q, Beldirsoy. Hali tepalik bor. Men hozir ozgina tepaga chiqdim, bir 100 metr. O pastda soyda suv oqyapti. Manzara go'zal lekin. Baribir videoda uncha ko'rinmayapti, lekin manzara juda ham ajoyib. Tepaga chiqib kelsammikin bilmadim. Bunaqa odam yurgan yo'llar ham yo'qdi. Manzara ajoyib. Orqamda manzara zo'r. Juda ham ajoyib. Xuddiki tepada bulutlar yaqinga o'xshaydi, boru. Bu yoqqa sal buyoqroq chiqaman hozir. Zo'r, bu yoqda mana soylardan suv bor. O naridan yo'lcha bor, bilmayman, u avtomobil tushadimi, yo'qmi. Bu yoqda mana asalarilar bor. Lekin avtomobil bilan men bu yo'ldan bunda kesib bo'ladi. Yo'l ozgina xabaroq, lekin kesib bo'ladi. Damasda kesib bo'ladi, Nivada. Mana shu bu yog'i zabur qilib qo'ralab qo'ygan. Bu yoqlarda. Mana adirlik tog' yonbag'rili. Baribir zo'r. Mana pastga tushib qolaman. Lokatsiyasini esicha pastda tashlab ketaman. Baribir ishdan tashqari dam olib turish kerak edi. Dam olmasa inson miyasi ham nima deydi? Shu bitta nazar bilan, bitta maqsad bilan ketib qoladi-da. Bitta hamma narsa esdan chiqadi. Zo'r suv bo'yida ozgina kaboblarni tayyorlab kollektiv bilanmi, oila bilanmi chiqsa bo'ladi. Lekin avtomobil Damas yokida bir baquvvatroq, tegi balandroq bo'lsa, tegmaydigan bo'lib, o'sha Niva yaxshiroq, Trailblazer va undan yuqori. Misol uchun Spark Cobalt ham kelsa bo'ladi, ular ozgina tegib qoladigan dedi. Nexus 3 da keldik, yaxshi, tegi tegmadi, zo'r. Damasda ham keldik. O pastda turibdi. 3 ta Damas, bitta Nexus 3 bilan keldik, yaxshi.